بسم الله الرحمن الرحيم Azan so'zi chaqiruv, bildiruv yoki bilgirtuv degan ma'no beradi. Ya'ni belgili so'zlar bilan namoz vaqtini esga tushirib, musulmonlarni jamoat namozina, masjidga, musulmon bo'lmaganlarni islom dinine chaqiruv. Azan birinchi martaba hijratning birinchi yilida aytildi. Bu milodiy yil hisobi bilan 623-yilga to'g'ri keladi. Azan aytuvchi kishiga muazzin diler. İslam dininin birinchi muazzini, azanchisi Bilal Habashi hazratlari bo'ladi. Azanning tarixi bunday bo'ladi. Boshdagi shurda islom dinine keluvchilarning soni oz edi. Musulmonlarning soni ortgan sayin masjidga jamoat namozini chaqiruv qatlovlana boshlaydi. Shulay etib bu masalani shishir uchun chora toparga kerak bo'ladi. Allohning elchisi sahobalarni jiyib, ularga masalani so'lagan. Jamoat namozini chaqiruvdagi og'irliqlarni aytgan. Ularning fikrlarini so'ragan. Sahobalarning birlari namoz vaqti yetganda shon qog'uni, ikkinchilari burg'u tovushi bilan chaqiruvni, shulay boshqa turli taqdimlarda bo'lgan. Lekin bu taqdimlarning birsida qabul etilmay. Tunlarning birinde Abdullah bin Zayd hazratlari tush ko'ra. Tushunda ona azan aytilishi o'rgatildi. Zayd hazratlari erta bilan alagi so'zlarni esinda tutib, Muhammad sallallohu alayhi va sallam yonina oshig'ib bora. Hem tushun silab bera. Shushuq bir tushni tag'in bir necha sahaba ko'ra. Allohning elchisi Bilalga borib bu azan so'zlarini o'rgatirga qo'sha. Chunki uning tovushi motor bo'lgan. Bilal Habashi hazratlari alagi so'zlarini esinda qoldirib, motor tovushi bilan birinchi azonni aytgan. Azan aytuning ustunliklari bek ko'p. Azan namoz vaqtini bilgirtuv bo'lsa, shuluq vaqtda u Allohni ulug'law ham zo'r ibodat. Demak, azan ul Allohga ibodat qilarga chaqiruv. Alloh Taala bu haqda aytadi. Allohga chaqiruvchining so'zindən də ko'rkamrak so'z bo'la olarmı? U izgiliklar qilar ham men musulmonman der. Abu Sa'id al-Khudridan topshirla. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan. Durustlikda kimgina muazzinning tovushini eshitsa, u jinmi yoki kishimi yoki boshqa maxluqmi, qiyomat kunida u muazzin uchun shahidlik qilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan. Agarda kishilar azan aytuning ham namozda birinchi safda turuvning ajr savobini bilsalar, ular bu darajaga erishuv uchun jiraba, shubaga tuturlar edi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan topshirilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan. Namozga azan aytilsa, shayton bu azanni eshitmas uchun jil shag'ara qo'sha. Azan tamomlangach u yangadan kela. Namozning boshlanuvi turunda qomat aytilgach, u tag'in qo'sha. Qomat tamomlangach, kishi bilan uning yuragi orasina bosib, shuning turunda ham buning turunda esga tushir deb kishi namozga qadar ularga da tilamagan narsalarin anga esga tushirir uchun yangadan kela. Kishi necha rakaat namoz o'qiganini unutsin uchun u shulay ishlar. Muazzinlar qiyomat kunida yuqori o'rinlarda bo'lurlar. Shushu hadislarga negizlanib, namoz o'qir oldindan kishiga azan aytuv bek savobli. Hatta yonında bir kishi bo'lmasa-da. Shulay duo qilish uchun eng yaxshi vaqtlarning birsi azan bilan qomat arasi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: azan bilan qomat arasındagi duo geri qog'ilmas. Azan bizning dinimizning simvoli. Musulmonlik deganda eng ilk esga tushgan narsalar azan, masjid, namoz. Azansiz, masjidsiz, namozsiz musulmon jamoatini ko'z oldina keltirish mumkin tugul. Ilkdan musulmonlar azonga zo'r ahamiyat berganlar. Uni qoldiruv tugul, azon tovushini taratir uchun mollarin ham jonlarin fido qilganlar. Azonda yong'iruvchi so'zlarning ma'nosi bek teran. Azon ul butun dunyoga Allohning birligi, uning buyukligi haqida ham Allohdan boshqa tobinirga loyiqli hech bir narsaning yo'qligini esga tushiradi. Birgina amalga to'xtab, meshit minorasidan yong'iragan azon so'zlarini tinglab tursak, Alloh buyuk, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning rasuli, namozga oshig'iz degan so'zlarni eshitirmiz. Shu mezgil ishinde dunyo mashaqqatlarini unutib, muazzin ortidan shu so'zlarni qavatlab tursak da, biz o'zimizga bek ko'p ajr, savoblar olamiz. Alloh subhanahu va taala baribizga niqli iymon, tavfiq, hidoyat bersin. Xayrli va barakatli ilm, hikmat ham ko'rkam xuluq bersin. Alloh taolaning qo'shganlarini o'tab, tig'anlarini tiyilib, uning qarshısında suyukli bo'lgan amallar qilib, uning rizoligini olib, bu dunyoda da, oxiratda da baxtli bo'lishga nasib etsin. Amin.